9 yasharli qizaloq bir kun hovlida o'ynab yurgandi. Dadasi ishdan keldi va dadasini qo'yniga yugurib bordi. Dadajon, 3 kundan keyin tug'ilgan kunim, nima sovg'a berasiz menga? Qizim hali ancha bor ekan-u, deb uyga kirib ketibdi. Qizchaning yuragi xasta edi. Oradan 2 kun o'tdi, qizchaning ahvoli og'irlashib qoldi. Shifoxonaga olib borishdi. Otaga doktor shu narsalarni olib keling deb bir varoq narsani yozib berdi. Ota shoshdi. Nima bo'lsa tayyorman doktor, qizimni hayotini asrab qoling dedi ota. Bir kundan keyin operatsiya boshlandi va qizchani operatsiya qilishdi. Ko'zlarini qizcha va nihoyat ochdi. Keyin haligi doktor otang men bu xatni berishimizni bizga aytgandilar. Shu xatni o'qi debdi. Xatda shunday so'zlar yozilgan edi. Qizim, esingdami, menga nima sovg'a qilasiz deganding? Men senga o'z yuragimni sovg'a qildim qizalog'im. Uzoq umr ko'rgin, jon qizalog'im.